kartochkani qo'lingga kiyib ol, shitiramaydi. Hayvonlar, meni uxlatib qo'y, cho'milgani borib kelding ikkaloying-a? Yo'q, aya, anaqa darvozadan oldi o'ynadik. Akam cho'milaman dedi-da, men cho'milmayman dedim, ayam so'kadi dedim. Cho'mildi. Ha, sen cho'milmading-a? Berchi qo'lingni. Hoy, yashama. Yo'q dedim. Irilurma. Nimani sotib berding? Aya uryapti. Nima uchun uryapsan? Yo'qki. Aya hali teganim yo'q-ku. Bambardilo, kerakadilo. Hammalar to'g'riga admin bo'lishdi. Oldingda qoramish o'tdi. Unaqa qilish yo'q, Alo. Mollaga o't berdingmi? Ya. Aya, akam mollaga o't bermabdi. So'kinishni ham o'rganyapti, buyini deb so'kyapti. Meni buvaman, buni buvasi-yu. O'chir. Voy, shu go'sh ham achib qolmasa bo'ldi. Ana. Endi aynimaydi. Katta bo'lsam ayamga xolodilnik beraman. Baka kuchugingni olasanmi? Voy o'lmasam. Nima edi bu? Onajon sizga niyat qilgandik. Xolodilnik olib beramiz, mana. Aya, bu yangi chiqqan brend. Valna xolodilnigi o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Milliy brend hisoblanadi. 3 yil kafolati ham bor. O'zbekistonda barcha viloyatlardan topsangiz bo'ladi. Xalqimiz maza qilsin deb hamyonbop qilib qo'ygan. Xolajon, assalomu alaykum. Ke bolam? Ko'chada xolodilnik turuvdi. Uyga narsalarni olib kirganimizcha yo'q bo'lib qolibdi. Ko'rmadingizmi? Hayvonlar. Yo, ona aytdim men. Mencha bo'lsa ham vijdonim bor-ku, baribir g'alati bo'ldim. Va o'g'illamaylik desam, yo, ona aziz, ona mo'tabar, ona. Yo, men hayron qoldimda, bolangiz o'g'ri bo'lib ketayotgan. Voy, o'g'ri bo'libdi bolangiz. Uring.